Bugun endi seni to'ying, sal ag'dag'laringni olib, yoqalaringni to'g'rilab, ko'ylaklarni to'g'rilab qo'yaylik. Endi bugundan seni vazifang tugadi oshna. Xullas, aziz obunachilar, bilasizlar bu nimaligini. Bu kuyov bola mana shu kungacha uzumlarimizni mana chiroyli qilib qoravullab berdi. Oppoq ko'ylaklarda mana kostyum shim kiygizib qo'yilmagan xolos, oq ko'ylakda. Endi bilasizlar, yozda issig'ida kostyum kiyib yurish ham noqulay, shuning uchun oq ko'ylaklarda mana kuyovlarni kiyadigan ko'ylagida bu uzumlarimizni qoravullab mana shu bog'bonlarimizga yaqindan yordam berib kelayotgan bu qorovul bu. Qorovulimizni holati mana bugundan xudo xolasa vazifalari yakunlandi. Sababi uzumlar sotilib tugatilyapti. Xaridorlarimiz ham shu yerda. Tez kunda Umid Uz kanalimizda uzumlarimiz, ya'ni Husayn uzumlarimiz sotilish jarayonida. Bundan tashqari o'sha kanalimizda bilasizlar, Saranihol firmasidagi Hojakbar ukamizni ko'p ko'rsatganmiz. Ana shu Hojakbar ukamiz chiroyli narxlarda ko'chatlarimizni taqdim etyapti. Mahalliy navlarimiz, bundan tashqari o'sha Yevropadan keltirilgan navli ko'chatlarimiz ham tez kunda Umid Uz kanalida bomba narxdagi narx-navolarni eshitasizlar. Salomat bo'linglar. Kuyov bilan kostyumini to'g'rilab qo'yaylik. Endi sekin yig'ishtirib buni chimildiq qolib kirib qo'yamiz. Endi kelasi yil chiqadi endi.